Olmazor tumanida gap yo'q lekin Oxunboboyevda ekan mana shu uchastkamizda hozir sizlarga tez obzor qilib beraman. 6 sotuvga tushgan bu uchastkamizda Uglovoyda joylashgan. Mahallalar ham lekin eski o'zbekona fayzli mahallalar. Mana shu uchastkamizda Uglovoyga tushgan. Hop, bizib tashlash uvol buni, lekin joyi zo'r ekan, qaranglar mana. 25 ga 24 ekan fasadi. Mana shu uchastkamizda qaranglar. To'g'risini aytsam, sotishga uvol deb o'ylayman bu uchastkamizni. Sababi hozir bunaqa katta pulga sotilmaydi, lekin bitta remont qilib olsa, hozirgi mana stilni o'zgartirish shart emas. Hozirgi qurilayotgan qanchadan qancha uchastkadan yaxshi qurilgan ekan. To'g'risi o'zim aylanib chiqdim, menga rosa yoqdi. Umumiy hisobda 7 ta xonasi, 2 ta oshxonasi bor. Xo'p, ozgina bardaklarga ahamiyat bermaysizlar, lekin remontlari yangi holatda ekan. Har bitta yotoqxonada bittadan sanuzel bor. 300 ming so'rayaptilar, kelishtirib beraman deb aytdilar. Qaranglar, puli bor odam oladigan bo'lsa, xonalarini ichini emas, shunda hovlisini remont qilib sotsanglar ham xudo xolisi foydadasiladi. Qaranglar, mana shu binoyimizni hammasini shunda tegi podvol qilingan ekan. Mana ikkinchi etajga ham tegilmagan ekan. Shunda holatda turibdi. Bo'tlardan foydalansanglar bo'ladi. Katta oilalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'ysanglar, surish narxida sotib olishligi mumkin.